Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Toshkentga kelganima 2 oydan o'tibdi. Qilgan murojaatlarim, sizga yozgan xatlarim menimcha yetib bormadi o'xshaydi. Sudda 15 kundan 1 oy ichida ko'rilib chiqilishi kerak edi. 2 oydan beri hali Toshkentda yuribman, sarson-sargardon bo'lib. Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan, kasaba uyushmasi tomonidan ayollar daftarini yurituvchi Zafarbek degan bolani aytishi bo'yicha 20,600,000 so'm pul olishga haqqim bor ekan. Negadir buni Xorazm viloyati Yangibozor tumani unday pul chiqishi mumkin emas, faqat davlat bojini to'lab beramiz degan vaj qarson bilan meni 10 kuncha bo'lib qoldi bu narsani kiritganlarini, lekin haligacha bu narsaning natijasini ko'rmadim. Bu davlat tomonidan ajratilgan pulmi yo Yangibozor tuman xotin-qizlar qo'mitasi to'lab beradimi pulmi yo o'zim shaxsiy mablag'imdan to'lab beraman? Nega fuqarolar bunchalik qiynalishi kerak? O'zini huquqini talab qilib yursadan nechun qiynalish kerak? Men o'zimni joyimda o'zim ololmay sarsoman, sudning qarori yo'q, meni chiqarib ketsin degan, lekin Yangibozor tuman MIFi eshiklarini qulflab hozir uyga kirilmagan holda men Toshkentda yuribman. Sizni izlab kelganimizga 2 oy bo'ldi. Lekin siz bilan uchrashishning iloji yo'qligi sababli men murojaat bilan chiqyotirman. Sizga ishonaman. Mahalla raisi, oddiy bir tumanning mahallasining raisi prezident seni izlab uyingni qarab kelib yurmasin, xabarli bo'l dedi. Siz uyima borib yurmang, men Toshkentdaman, sho'rdaman. Mahalla raisining vakolatini hamma narsa kiradigan ekan. Nega bir erkakning hayotini 3 marta buzgan xotinni shunday holga shunchalik balandga ko'tarib o'zining huquqini talab qilgan, o'zining o'rnida yovundan non so'ramagan odam bunchalik bosqalaganini tushunmadim. Mahalla mening tushuncham bo'yicha ajrashishlarning yo'qolishi, o'g'irliklarning kamayishi, mahallani obod bo'lishi, ko'chalarda obod bo'lishi, gulchilik bilan, tol-terak egish bilan mashg'ul bo'lishi, farovonlikqa erishish deb tushunaman. Bu mahallani bilmadim, balkim o'zimcha boshqacha yo'nalishda ketayotgandi, lekin mening tushuncham bu. Men ham 27 yil bir tashkilotda ishlaganman. Allohga shukr, yaxshi odamlar bilan ishladim, obro'yim o'rnida qoldi. Hali birodan non so'ragan joyim yo'q, lekin hozir 2 oydan beri shu narsani so'rashga majburman. Menga yordam kerak. Uyimni qaytarib bering, birinchi yordam. Ikkinchi yordam, mana chiqadigan 20,600,000 so'm pulni o'rnina qo'yib bersin. Men charchab ketdim bu narsalardan. Haqiqat bor, siz chiqargan qaror agar o'rnida ishlaganda bilasizmi, bu davlat qanchalik bo'ladi? U eng toza deb tan olingan Germaniya, Shveysariya qolib ketadi sizning chiqargan farmon qarorlaringiz agar o'rnida ishlaganda. Shuncha imkoniyatlar borsan, hatto o'rnidan qo'zg'alg'isi kelmaydi ayrim rahbarlarning. Salomni sen berasan, u kishi bermaydi, o'rnidan turmaydi. U kishi o'rnidan tursa bilmadim, kursi ketib qoladi menimcha. Hatto kimligini aytmaydi. So'rasam ham. Men shunday holga tushdim men. Kimligini aytmaydi. Menga o'yin kerak emas. Hurmatli prezident, men sizga ishonib kelganman. Men sizga ishonaman. O'z uyimni qaytarib sudyalaringiz joyiga qo'yib bersin. MIFdan mening uchun shuncha ko'rgan zararimni qoplab berishini so'rayman. Yangibozor, Xorazm viloyat Yangibozor tuman MIFidan bu narsa noqonuniy olsatdi bo'lganini hamma biladi. Prokuratura propiska kirgizib berishini ham prokuratura yaxshi biladi. O'shaning uchun meni qabul qilmayapti. Negadir qonunda bor narsani qonunda o'tirib, qonundagilar buzgandan keyin fuqaro qanday ish qilmaydi? Fuqaro qanday ish qilmaydi? Hamma narsani qiladi fuqaro. O'yin ko'payib ketdi, hurmatli prezident. Yo meni qabul qiling, yo uyimni joyiga qaytib qo'ysin. 2 oy bo'ldi. Bir oilaning o'limini sababchi bo'lmanglar. Bir oila yo'q ketadi. Bir oila o'zi yo'q bo'ldi, yo'q bo'lib ketdi, tarqab ketdi. Turan bankdan
kredit aldım. Gülçilik biznesini rivojlantiraman deb 5 millionlik gül bir yıl mart ayıga aparıp ektim. Ben hozir hech narsam qolgani yo'q. Hurmatli prezident, meni eshiting. Kursida o'tirgan amaldorlarni sarchilovini tartib qo'ying. Qayerda o'tirganini bilsin, kim uchun o'tirganini bilsin. Xalqning orqasidan non yeb, xalqning to'lagan solig'i bilan maosh olib, bolalarni boqyapti. Hamma ham shunday qilyapti. Lekin qora mehnat xalqniki bo'lyapti. Sarsanjorchilik ham xalqniki bo'lyapti. Sizdan iltimos mening uyimni qaytarib joyiga qo'ying. Iltimos sizdan. Ayollarni urganni, bolalarni xo'rlaganni kerak bo'lsa davlatdan chiqarib yuboraman devdingiz. Lekin Yangibozor, Xorazm viloyati Yangibozor tuman ma'muriy sudi 200 ming so'm bilan bir keksa ayolni urib ketgan shaxsga, bolta ko'tarib kelgan shaxsga 206 ming so'm jarima bilan cheklandi. Qani siz gapingizni inobatga olishgani? Sudlar xalagan joydan quloq chiqaryapti. Prokuratura o'zini bilgan anuncha ketyapti. Hech kim xudo emas. Hech kim xudo emas. Bugun bor, ertaga yo'q narsa bu. Hech kim aytib bilmaydi, ertaga men tushgan holga bular tushmaydi deb. Bir kechada, bir kunda yo'q ketishi mumkin hammasi. Allohdan qo'rqinglar. Alloh uchun mening uyimni qaytarib joyiga qo'yib beringlar. Iltimos.